Mana Hoshit og'amiz o'zimizni Andijonda qayerdan kelamiz? Xo'jaobod rayonidan kelganlar Instagramda anchadan beri kuzatib turaman dedilar. Orzoqroq qilib ena bola berdik. 4 ta ena bola, bitta qisir qo'y beryapmiz. Narxlar yaxshi bo'ldimi? Yaxshi, rahmat. Ushamizni Instagramda kuzatib ko'rib keldik. Qo'ylar bizga yoqdi. Ko'ngilingizda bo'ldi narxlar. Xudo xolasa ishlarni bitirdik. Mana Andijondan atini hurmat qilib kelibdilar. O'sha 100 kilometrdan oshiqdan 7,5 million so'mdan ena bola berdim. 6,5 millionga qisir berdim. Puldan baraka topaymi? Baraka toping. Iloyim qo'ydan baraka toping. Bizdan baraka toping. Barakasini bersin. Mana qo'llar ko'rsatib qo'yinglar mana. 7,5 million so'mdan kim beradi mana shunaqa qo'llar? Enalar qarida o'ylayapsizlarmi? Enalar bitta ichini ko'rib oldik. 4 yashardan ekan kelib. Mana 7,5 bolalar qo'chqor hammasini pastdi. Bittasining sog'li bo'lishi mumkin. Mana 7,5 million so'mdan mana shu ena bolalar bo'lyapti. Bitta mana qisir 6,5 million so'm bo'lyapti akalar. Qorasi. Kimga shunaqa qo'llar kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar akalar. Mana ishlarni bitiryapti. Mana akamiz ham Andijondan ketdilar, hali ham qo'chqor ishlarni bitiramiz. Qo'ylari ko'p ekan, ukamizni har xil qo'ylari bor ekan. Bemalol qachon Asatimiz ko'paygan, zotga ham bor. Mana Hoshit. xursand bo'lganmiz. Baraka topinglar. Barakasini. Qoniqdik shu boladan. Sog' bo'lasizlar.